Hammamizga tanışlıq bolğan ili xalq kuylarimizdan birinci o'rinda turib kelayotgan Yazning yerimi ketdi degan naqsha. Bu naqshning akkord gruppalarida ajoyib bir zil alqılar borda, cho'qim diqqat qilish tegishlik. Bu naqshda ham töven ovoz bilan başlay. Asosliq pas grupplari mushtishuğu. Buningga shu biz pas akkordlarni qo'shimiz. Guanxi daşa diyor. Çoğun küçük kuylarni, paralel çoğun küçük kuylarni, xırşan akord avazlarını diyeni, xırşan diyallarını, yav akordlarını qo'shimizda o çağda. Texim güzelleştirish uchun. En avval biz naqshiga yenik başlab ekirimiz. Siliq. İlish arqali. İki gitar op qalsa, bir gitarda pas çalsa, bir gitar solo çalsa, bu texim yaxshi chiqadi. Sologa bir adam mas'ul bo'ldi o çağda. Demek bu naqshin solosi uchun. Yana shu g'ingshish. Mush pasdan yildizi chiqdi degan gap. Solo yildizi. Mush pas shu-ku, shu. Demek chiqdi mana. Solosini kelsak, anlap yetip keldim Belenge fuçukta Men anlap yetip keldim Melenge Xatmo yazmedin yarim Caney qağız qalbim yoxdur Xatmo yazmedin yarim Caney qağız qalbim yoxdur Xat bilan salam deydu can ishning yalri kunda Xat bilan salam deydu can ishning yalri kunda Hiç kimden fuçurum yok Caney izlem varman günde Hiç kimden fuçurum yok Caney izlem varman günde Yazning yerimi ketdi can Yine yazgıcha kim var Yine yazgıcha kim var Yazning yerimi ketdi Yine yazgıcha Xat yazmay özüm kelgin Yanay xetim kelgin Xat yazmay özüm kelgin
Muşu naqshidagi eng asosli bir nuqta di kichik kuy bilan buning parallel cho'ng kuyi. F cho'ng kuyning parallel kichik kuyi, di kichik kuyi. Bu yerda men bir godoyini ishlatdim. Di kichik kuyga tushishni oldida A kichik kuyni A cho'ng kuyga o'zgartirib, buni yav akkordini tutib, godoyin o'tkinchi ahang. Endi keyin di kichik kuy tushdim. Di kichik kuyni yavalat ishlasak bo'laverdi. Endi keyin di kichik kuyning parallel cho'ng kuyini qo'shdim. Chunki bir padin chilaversak, naqshida zil o'zgarish bor ahangda-chu. O'zgarish bo'ladi, ahangda o'zgarish bo'ladi, cho'qim o'zgarish bo'ladi. Demak biz bir pasni tutib turaversak, bu yilqinda cho'ng alayda cho'ng o'zgarish emas. Masalan, mening bilan mashqsimanda o'zgarganga o'xshash bu cho'ng o'zgarish emas, bu kichik o'zgarish. Kichik kuydan parallel cho'ng kuyga o'zgarish. Demak, naqshida cho'ng o'zgarish yo'q, ahanglikini o'zgaraydi. Yenik zil o'zgaraydi. Naq shu zil yerga biz fuqanmayotgan vaqt bir yerga bir pas kamda kesgan vaqtimizda mush kichik kuyning parallel cho'ng kuyini ishlatib boqamiz. Aksini ishlatib boqamiz. Ma inisi chalolab qolgan vaqtda bir pas yani kamda kesgan vaqtimizda F cho'ng kuyini ishlatamiz. Mushu naqsh orqali nurg'un naqshga mushu tavlu, mushu taktik tushdi. Endi keyin endi yana birsi hozirgi mau C, E, A kichik kuy. Mush uchtasini biz C, J, Fa deymiz. Endi zag'ir tilda C, J, Fa hal qilish usuli degan gap, hal qilish yo'li. Qanday deganda bu oxirniki mushu pasniki mush A kichik kuyga qaytib kelishning oldidagi go'zal qaytirib akilish uslubi. C, J, Fa. Chiq naqshlar shunda ishlatamiz go. 90% naqshlarga. Bu shakl qaytib kelamiz kichik kuyga. Naq mushuni biz C, J, Fa deymiz.